E'tiqod shunaqa ekan, odam o'lib qolsa, go'yoki ruhi shodlikni ko'rsa, u yoqqa shodlik bilan ketar ekan degan tushuncha bor ekanda ularda. Yaxshi ham biz musulmonmiz, islom dinidamiz. Xursand bo'ldim. Ashlarda dinida bo'lib qolsak bo'ladi. Faraz qiling, janozada odam o'lib tursa-yu, san'atkorlar kelib tursa, "Go'rlar muborak. Ko'mgani keldik." Yalla keladi, ya ketibdi, insult bilan ketibdi. Gulsanam Mamazoitova desa, "Ah, kapanim bor deding, ajab. Mana kiyib yotibsan, ajab." Bojalar keladi, bojalar. Yorronni janozalarda bo'lsinmi? Bore. Modni tobutlarda yotishlaringdan o'rgiylar. Ma'luda Asalxo'jayeva desa, "Of, o'lib qopti akam meni. Of. Paymonasi to'lib qopti, shuning uchun o'lib qopti. Desa Jasur Umirov keladi-da, o'liklarni to'ylarida qo'shiq aytib yurib baladi. Keyin ummon guruhi keladi birroq. Ummon guruhi kelsa, o'lgan odam ham shunday turib, shular aytmasin deyapti. G'ulomjon Yoqubov o'lib chiqsang uyingdan, o'rgiloy deb ko'ringdanmish. Ana Xurshidbek Rasulov keladi. Nima bo'lgan taqdirda ham uyga tirik qaytmasin, o'lik. Otabek Muhammad Zohid yugurib kelib, sakrab tobut ustiga bir chiqatdi. Mayli telba denglar, mayli. Ozodbek keladi, oxirida o zvezda-da. Bilasizlar Ozodbek. Qabristonda sen gumdon, chuqur ko'milding hammadan. Kel go'rkovlar oldida shu mayitni bitta o'p. Kim keladi yana? Bobomurod Hamdamov. Uzoqda bir mayit yotar, bu kim ekan? Merosxo'rlar qator turar, bu kim ekan? Ko'zim qirin tashlangandimi tobutiga, o'lmaganday kulib yotar, bu kim ekan? Tavba qildim. Yaxshi ham biz islom dinida, Xudoyim islom dinida yaratdi, musulmon qilib yaratdi.